millat fidoyilari. Serjant Tojiboyev Donyorbek Abdumutalipovich 1979-yil 10-fevralda Andijon viloyati Paxtaobod tumanining Madaniyat qishlog'ida ishchi oilasida dunyoga kelgan. U 1994-yil muddatli harbiy xizmatni o'tagan. 1997-yilda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida shartnoma asosida harbiy xizmatni boshlagan. 2000-yil avgustida Surxondaryo viloyatining tog'li hududlarida xalqaro terrorchilarga qarshi janglarda serjant Donyorbek Tojiboyev faol ishtirok etgan. U jangarilarning yashirin bazasi va bir nechta jangarilarni yakson qilgan. Biroq ushbu mash'um jangda qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2000-yil 25-avgustdagi farmoniga muvofiq marhum serjant Donyorbek Tojiboyev jasorat medali va esdalik nishonlari bilan taqdirlangan. Bolaligi o'tgan qishloqdagi ko'chalarning biriga uning nomi berilgan. U tahsil olgan 26-sonli maktabga byust o'rnatilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.